Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Mana biz hozir bir yerda usta O'ktamjonni ishlaridan bir lavha qo'yyapmiz. 8 xonali uyni montaji. Mana shu yerda shiti bo'lar ekan. Hammasi bilan mana shu yerga o'ta akkuratli kelingan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi shtrabit qilingan. Tepadan kabel tushyapti. Mana shu yerdan ketyapti. Hammasi tarqayapti mana shunday bo'lib. Bu yerdan go'fri orqali bu tomonga o'tib ketyapti. Hammasi o'ta akkuratli qilingan. Simlarimiz ham o'ta go'zal holatda. Mana shunday ishtirobada tushgan. Ishtiroba qilib olib ketilyapti. Hammasi xonalardan tashqariga chiqayotganlar. Bu yerlarda devordan hech narsa o'tmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu yerda ampoylar bo'lyapti. Uyni ichlari hammasi akkuratli holatda bo'lyapti. Bu yer oshxonasi bo'lishi kerak. Bu yerda yana bitta xona bor. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar. Rozetka. Bu yerda gulchatir, rozetka mana. Tepadan akkuratli bo'lib tushyapti. Bir qator. Tekis. O'ta go'zal holatda. Endi bu yerdagi ishlari. Bu yerda mana shunday kelyapti. O'tyapti-da, xonalarga alohida gruppa kirib ketyapti. Hammasiga asishinaga alohida, rozetkaga alohida bo'lyapti mana. Oshxonasi mana ekan. Ichki rozetkalar, joylarda rozetkalari hammasi o'ta go'zal holatda. Tepaga chiqib ketyapti. Bu yerdagi ishlar ham shunday bo'lyapti. Bu yerda oddiy ekan, bu yer bitta rozetka, gulchatir, lampochka. Bitta boshqa hech qanaqa tochka yo'q ekan. Bu yerda mana shunaqasiga yana tepa bilan olib o'tib ketilyapti. Shtrabit qilingan, o'ta akkuratli holatda qilingan. Bu yerda mashi. Xo'sh, bu yerda mana rozetka, gulchatirlarga alohida kelingan, rozetkaga alohida kelingan gruppalarimiz. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, mana shu usta bola bo'ladi. Aloqaga chiqa olasizlar mana shu usta bolaga. Nomerini aytib beramiz. 97lik, 77lik, 77lik 377 43 70. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.